Kuzatuvchilar, pechkamiz tayyor bo'ldi. 130 li variantida. Namangan shahri Norin tumaniga o'rnatdik. Orqa tomondagi ko'rinishi. Pechkamiz 4 lilisda kraskalangan variantda. Orqa tarafi, endi oldi tarafini ko'rishinglar mumkin. Old tarafdagi ko'rinishi. Xohlasa choklariga e'tibor berib qo'yasizlar. Yaqib tekshiryapmiz, xudo xohlasa. Yonishlari, tutun tortishlari joyida. Kimga shunaqa pechkalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishinglar mumkin. O'zimiz hamma narsasini olib borib, chiroyli qilib qurib berib kelamiz. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab.